Diqqat! O'zbekistonda rasman 7-avgust kunidan boshlanadi. Barcha fuqarolar tezda xabardor bo'ling. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. O'zbekiston va jahonda sodir bo'layotgan eng so'nggi va dolzarb xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosganlar videorolik oxirida 15 ming so'm egasi bo'lasiz. Diqqat qiling, 7-avgustdan O'zbekistonda uy hayvonlarini majburiy ro'yxatdan o'tkazish boshlanadi. It va mushuklar 3 oygacha, qoramol, qo'ylar, echkilar va tuyalar esa tug'ilganidan keyin 14 kun ichida veterinariya xizmatlaridan ro'yxatdan o'tishlari kerak bo'ladi. 2028-yil 1-yanvardan uy hayvonlarini ro'yxatdan o'tkazmaganlik uchun javobgarlik joriy etiladi. Ushbu sanadan boshlab ro'yxatdan o'tmagan hayvonlarni saqlashga ham yo'l qo'yilmaydi, deyilgan xabarda. So'nggi xabarlarni doimo birinchilar qatorida kuzatib borish uchun like bosib qo'yishni unutmang.